ba'zan oddiy bir g'oya butun bir sanoat majmuasiga aylanadi. Bugun Toshkent shahrining Yangi Hayot tumanida ana shunday tashabbuslar real ishlab chiqarish quvvatiga aylanmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida yaratilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalangan holda metall va plastik konstruksiyalar ishlab chiqaruvchi mintaqadagi eng zamonaviy korxonalardan biri Imzo fabrikasi barpo etildi. Korxona 16 gektar hududda joylashgan bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari Germaniya, Italiya va Turkiyaning yetakchi kompaniyalari texnologiyalari asosida to'liq avtomatlashtirilgan. Bugungi kunda mazkur fabrikada mingdan ziyod fuqaro doimiy ish bilan ta'minlangan. Mahsulotlar uzluksiz konveyer tizimi asosida ishlab chiqarilib, yiliga 2 million kvadrat metrdan ortiq tayyor mahsulot yetkazib berish imkoniyati mavjud. 2016-yildan buyon faoliyat yuritayotgan va muntazam kengayib borayotgan ushbu majmua bugun Imzo brendi ostida nafaqat milliy bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlamoqda, balki qo'shni davlatlar va uzoq xorijga eksport qilish orqali mamlakatimiz sanoat salohiyatini dunyoga tanitmoqda.